Sandiq umuman ochilmaganmi? Yo'q. Tanla. Tanlaymi? 5. Sandiq umuman ochilmaganmi? Nechtishdi? Hozir boshqadan tanlaysan uka. Hal qilmadim. Bilim deb ayting. Tanla. 4, 1. Gap emotsiyan cho'ta ana qilib qo'yapti. Qotyapti, bilmayman nima bo'lyapti. Qani boshqadan bir tanlachi. Aka, qanday gapiraman? Aytgin-da. 4. Astag'firullah. Ya emotsiyan ochilmaganini bilib turibman. Sen bog'liroq tanlaganda qara mana tushadi. Sen ochilmaganini olsan mana tanla. Bu ahmoq Qildingizmi? Qildim, yo'q qilyapman mana. Qilyapti, ayt. Endi desam, mayli yana 4. Qani boshqatda, to'xtasan. Aytchi, qani 3 marta 4 tushmas? Yana 4 aka. Endi qilmayapsiz-ku aka. Qilmayapman, toqatdan bilib qolding, o'zingni o'zing to'g'ri deb yotibsan. To'xtachi, bitta mana tanlaysan, mana shu tushsalarga mana ko'tma agar gap bo'lishi mumkin emas deyman, tushundingmi? Emotsiyan ochilmagan ekan, mana erpa beraman. Tanlachi. Mayli yana 4. Hech yallab. Uka 5 marta ham to'g'ri tushadimi? O'yla, 5 marta to'g'ri tanlab olsa, tushadimi 5 marta to'g'ri? Bilmayman aka, menga ko'rinmayapti, aytyapman. Voy, bu talog'im mana. Tanlachi. Nechidan nechigacha bo'ladi aka? 0 dan 9 gacha bo'ladi. 9dan 9. Mayli 0. Bo'pti, oxirgi shansing. Tanla. 2. Boshqatdan tanlachi. Tanlachi. 6. O'qim 6 ta ekan. Shuni aytdim. O'qiy 6 ta, shunga 6 dedingmi? Ah, Aka, ana bitta otga, bitta ot. Bo'ldi, qara. Ot tanlaysan. Aka, men tanlayaptim o'z. Mana 5 ta o'qiy qolgan, nechi? 4. 7, yo'q 5. Mayli 5.